Uzun marketda bir kun savdo qilib turib, necha pulgacha ishlab topsa bo'ladi? Biz hozir shuni ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasa, ketdik. Uzun marketda hozir biznes qilish eng aktual mavzu hisoblanadi. Chunki katta biznes egalari ham uzun marketda o'z mahsulotini sotyapti. Shu sababli biz ham shu yerda savdo qilib, o'zi necha pul topsa bo'ladi, qanaqa qiyinchiliklari bor va nimalar kerak bo'ladi, shuni ko'rib chiqamiz. O'zi uzumda FBS va DBS skladlari mavjud. Ya'ni bittasiga optim tovarlaringizni olib kelib, zakaz tushganda o'zligisi olib uzun punktlarga tarqatib tashlashadi. Ikkinchi skladga bo'lsa faqatgina zakaz berilgan mahsulotlarni olib borasiz va shunda har 2-3 kunda borib turib tovarlarni topshirib yuraverasiz. Undan tashqari xohlasangiz uzun punktlarga ham olib borib tovarlaringizni topshirsangiz bo'lar ekan va ularni kompyuter orqali ko'rib tursangiz bo'ladi. Nechta tovar sotildi va общий necha pul savdo bo'ldi. Bu sohani chuqurroq o'rganish uchun bo'lsa Qadam Education'ni uzun seller kursiga yozilsangiz bo'ladi va tajribali spikerlar bilan menga o'xshab bilim olasiz va hech qanaqa xatolarsiz hammasini o'rganib chiqib, keyin savdoni boshlayverasiz. Ayniqsa Ramazon oyida kurslarga 40% gacha chegirma bor. Shu sababli yangi sohani o'rgansangiz bo'ladi. Va albatta to'g'ri tovar tanlashni bilsangiz, ketmoningiz yaxshigina uchadi. Ishqib uzun seller bo'lib bir kunda necha pul topish mumkinligini ko'rishingiz mumkin.